Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Ozarbayjon va Armaniston ziddiyati bo'yicha rasmiy Toshkentning pozitsiyasi qanday ekanligiga aniqlik kiritdi. Bu borada siyosatshunos quyidagi fikrlarni ilgari suradi. Bugungi kunning eng muhim voqeasi Tog'li Qorabog' atrofidagi Ozarbayjon-Armaniston to'qnashuvlari hisoblanadi. Ushbu fonda O'zbekiston davlatchiligining mavqei qanday bo'lgan va hozirgi qarash ohangi qanday degan savol paydo bo'ladi. O'zbekistonning Kavkaz mintaqasidagi geosiyosiy qarashlariga xos bir nechta nuqtani eslatib o'tmoqchiman. O'zbekistonning barcha MDH davlatlarida elchixonalari, favqulodda va muxtor elchilari bor. Faqat bitta davlat hududida elchixonasi mavjud emas. Bu Armaniston. O'zbekistonni Armaniston bilan aloqalarni ta'minlovchi mas'ul diplomatik muassasasi Rossiya hududidagi elchixona hisoblanadi. O'zbekiston davlat rahbarlari Islom Karimov va Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligi davrida tashrif buyurmagan yagona MDH davlati Armaniston hisoblanadi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov Ozarbayjon birinchi prezidenti Haydar Aliyevni juda samimiy hurmat qilar edi. Haydar Aliyev vafot etganida Karimov Bokuga borib, dafn marosimlarida ishtirok etgan edi. Karimov vafot etganida esa Ilhom Aliyev O'zbekistonga kelmadi. Bu holat ikki tomonlama munosabatlarga biroz soya soldi. O'zbekistonda 2016-yilda hokimiyat almashgach, rasmiy Toshkent Kavkaz hududida o'z geosiyosiy ohangini qayta ko'rib chiqishga moyil bo'ldi. O'zbekiston Armanistonda elchixona ochishga qaror qilganligi borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Lekin bugungi kungacha O'zbekiston Armaniston bilan aloqalarini yuqori darajaga ko'targani yo'q. O'zbekistonni Turkiy davlatlar ichidagi eng ijobiy aloqalari birinchi o'rinda Ozarbayjon bilan, so'ngra Turkmaniston bilan bo'ldi. O'zbekiston birinchi ma'muriyati davrida rasmiy Toshkentning Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan aloqalari juda ziddiyatli edi. Kavkaz hududida O'zbekistonni ijobiy aloqalari va geosiyosiy prioritetini quyidagicha tasvirlash mumkin. Ozarbayjon, Gruziya va oxirida Armaniston. Qorabog' atrofidagi bugungi mojarolar fonida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bayonotidagi asosiy urg'u hududiy yaxlitlik bo'lib, bu bilan O'zbekiston ohista, lekin to'liq Ozarbayjon tomonida turadi.